Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti biologiya va qishloq xo'jaligi mahsulotlari texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Hayitova o'g'li Ziyatullayeva bo'laman. Bugungi o'tadigan mavzuimiz bosh xodaliklar sinfi sefaloxardata. Lansетник misolida tashqi va ichki tuzilishi, teri qoplag'ichlari, o'q skeleti va qon aylanishi haqida tanishib o'tamiz. Demak, lansетникning tashqi ko'rinishi tanasining oldingi uchida pastga qaragan va sezuvchi o'simta qamragichlar bilan o'ralgan katta og'iz oldi baronkasi mavjud. Lansетникning yelka qismida bo'yiga tomon pastgina yelka suzgich qanotlari bor. Dumi keng suzgich qanot bilan o'ralgan. Shaklan nayza yoki tibbiyot asbobi lansetga o'xshaydi. Bu hayvonning nomi ham shundan olingan. Qorin tomonining orqa qismida dumosi suzgich qanot o'rnashgan. Og'iz oldi baronkasining oxirida gavda pastki bo'lagining ikki yon tomonida bir-biriga parallel o'rnashgan ikkita metaplevral burmasi mavjud. Bu burmalar gavdaning orqa uchiga ancha yaqinroq qismda qo'shilib ketadi. Shu burmalarning qo'shilgan yerda jabra oldi bo'shlig'i yoki atrial bo'shliq, tashqi muhit bilan bog'lovchi atriapor mavjud. Atriapordan uzoqroqda va gavdaning biroz chaproq tomonida orqa chiqaruv teshigi shakllangan. Lansетникning bo'yiga kesmasini bu rasmda ko'rib o'tishimiz mumkin. Og'iz teshigining atrofida paypaslagichlar bilan qoplangan. Ikkinchi raqam ostida esa uning dum suzgich qanoti tasvirlab o'tilgan va bu yerda bir qancha raqamlar ko'rsatib o'tilgan va har bir raqam ostida lansетникning tashqi va ichki a'zolari tasvirlab o'tilgan. Teri qoplag'ichi muskul sistemasi. Teri qoplag'ichi hamma yuqori xo'rdaliklarniki singari lansетникning teri qoplag'ichlari ham ikkita asosiy sirtqi epidermis va uning tagida korium qavatidan iborat. Lekin umurtqalilarnikidan qarshi o'laroq lansетникning epidermisi xuddi umurtqasizlardek bir qavat bo'lsa, korium asosan yopishqoq to'qimadan tashkil topgan. Muskul sistemasi. Lansетникning muskul sistemasi oldingi uchidan to oxiriga qadar o'rnashgan bir qancha muskul segmentlaridan, ya'ni miyamerlardan hosil bo'lgan. Qo'shni miyamerlar bir-birlaridan biriktiruvchi to'qima parda orqali miyoseptalar bilan ajralgan. Lansетник skeletining tuzilishi. Lansетник skeleti asosan xordadan iborat. Uning ikkala uchi ham ingichkalashgan bo'lib, lansетник gavdasining bosh qismidan eng oxirgi uchigacha boradi. Xorda bosh qismi nerv nayidan ham uzunroq, shuning uchun ham bu sinfni xorda boshlilar sefaloxardata deb atalgan. Xordani qalin biriktiruvchi to'qimali qavat o'rab olgan. Uning bir qancha o'simtalari miyoseptalar va teri ostidagi biriktiruvchi to'qimali qavat bilan bog'langan. Ayniqsa jabra apparatining skeleti murakkab, u hujayrasiz tolali, gorizontal va vertikal to'siqlardan iborat bo'lib, nozik panjaraga o'xshaydi. Zich, dirildor to'qimadan tashkil topgan ustunchalar suzgich qanotlarida tayanch vazifasini bajaradi. Bular odatda tayyorlangan preparatlarda ko'rinmaydi. Lansетникning nerv sistemasi. Markaziy nerv sistemasi qalin devorli bo'ylama naydan iborat bo'lib, bu xorda ustida joylashgan. Umumiy preparatda nerv nayining boshidan oxirigacha yorug'lik sezuvchi Gessi ko'zchalari qora nuqtalar ko'rinishida turganligini ko'rishimiz mumkin. Har qaysi Gessi ko'zchalari yorug'lik sezuvchi hujayradan iborat bo'lib, bir uchi kosasimon pigment hujayraga botib turadi. Gessi ko'zchalari nerv nayi devorining ikki yon tomonida joylashgan bo'lib, deyarli butun nerv nayi bo'ylab aniq ko'rinadi. Nerv nayining oldingi uchida nisbatan katta yorug'lik sezuvchi tog' ko'zcha mavjud. Tog' ko'zcha haqiqatdan ham qizil dog'ga o'xshab ko'rinadi. Ko'ndalang kesilgan nerv nayi deyarli uchburchak shaklda bo'lib, markazda nerv nayining ichki bo'shlig'i nevrotsel ko'rinib turadi. Lansетникning ovqat hazm qilish va nafas olish organlari. Og'iz oldi baronkasining tagida halqumga uchraydigan og'iz teshigi bo'lib, u halqa parda yelkan bilan o'ralgan. Yelkanning o'ziga xos muskulli vazifasini bajaradi. Katta bo'lgan halqumda qiya o'rnashgan bir qancha jabra yoriqlari bor. Ularni bir-biridan ingichka jabralararo to'siqlar ajratib turadi. Tirik lansетникda jabra yoriqlari yuqoridan pastga qarab qiya o'rnashgan. Fiksatsiyalangan lansетникda esa ular o'z holatini o'zgartirib, joyidan siljigan holatda bo'ladi. Shuning uchun ham lansетникni faqat yon tomondan kuzatishdagina emas, balki ko'ndalang kesimda ham halqumning yon devorlarini bir qancha jabra yoriqlar teshib o'tganini ko'rishimiz mumkin. Jabra yoriqlari bevosita tashqariga emas, balki oldingi maxsus jabra oldi bo'shlig'i atriapor bo'shliqqa ochiladi. Atrial bo'shliq halqumning yonbosh va pastki tomonidan o'rab olgan.
va u atriyopor deb o'tiladigan teshik orqali tashqi muhit bilan bog'lanadi. Og'iz teshigi orqali halqumga kirgan suv va jabr yoriqlardan o'tib, atrial bo'shliqqa tushadi, atriyopor orqali esa tashqi muhitga ochiladi. Ovqat zarralari halqum ostiga cho'kib, endostel hujayralardan chiqqan shilimshiqqa yopishadi va shu shilimshiq bilan birga ichakka o'tadi. Halqum birdaniga keskin torayib, kalta ichakka aylanadi. Ichakning keyingi uchida alohida anal teshigi bo'lib, u tashqariga ochilgan. Haqiqiy ichak oldingi qismining pastki tomonida barmoqsimon katta ko'r o'simta jigar mavjud. Lansetnik bu yerda ko'ndalang kesmasi ko'rsatib o'tilgan va raqamlar ostida ularning a'zolari joylashgan. Lansetnikning jinsiy sistemasi. Lansetnik ayrim jinsli hayvon, uchish organi yumaloq segmentlar tipida bo'lib, halqumning keyingi yarmi va ichakning boshlanish yeridagi tana devorida yotgan jinsiy bezlar shaklan bir-biriga o'xshash bo'lib, qalin devorli pufakchalardan tashkil topgan. Jinsiy bezlarning alohida yo'llari yo'q, shuning uchun yetilgan jinsiy mahsulotlar jinsiy bez devon bilan gavda devori yoriqlarida shabroqli bo'shliq atrialga tushadi. U yerdan suv orqali atriopor bo'shliqqa borib, tashqariga chiqib ketadi. Otilanish tashqi. Tana bo'shlig'i boshqa xo'rdaliklarning singari lansetnik ham ikkilamchi tana bo'shlig'i selon hisoblanadi. Qon aylanish sistemasi. Qon aylanish sistemasi oddiy preparatda qon tomirlari ko'rinmaydi. Ularniki yopiq hisoblanadi. Qon aylanish doirasi bitta va yuragi yo'q. Ayrish sistemasi tomoq atrofida joylashgan 90 juftgacha bo'lgan metamer nefritiylar ayrish organi ularda mavjud. Nefritial naychalarning bir uchi atrial bo'shliqqa, ikkinchi uchi esa ayrish naychasining tana bo'shlig'i bilan tutashtirib turuvchi qator teshikchalar bo'lgan tomoq ustidan o'tadigan juft naychalarga ochiladi. Qon aylanish sistemasining sxemasi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan bugungi mavzuyimiz yakunlandi. E'tiboringiz uchun rahmat.